Bundan oldinroq reklama qilib GMC Ultimate sotuvga qo'ygan edik, bir dona bor deb. Mana xudo xolasa avtomobilimiz sotildi, 14 soatda sotildi. Bunisi bundan oldingisi 1,5 kunda sotilgan edi. Keling bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Keling, mana hujjatlari. Alloh xayrli barakotli qilsin. Endi shassi nomerlarini yopib turamiz. Mana bismillah. Tayyor bo'ldi mana. Hozir keling, ko'rsatib o'tib ketaylik. Keling, bismillah. Mana tayyor bo'ldi. Mana O'zbekiston. Alloh xayrli barakotli qilsin. Endi aka rozi bo'lasiz, video otganimizning sababi ham bor. Ultimate mana ko'rsatib ketdim. Bu GMC'ning eng full komplektatsiyasi bo'ladi. Ichida hamma narsa ortig'i bilan. Bose Performance kolonkalarda, sidena pamyat, sidenalarda ham Abduf Abagrev, Face ID, Head Up Display, xolodilniklargacha bor. Tepa tomlari panorama oyna. Bilasizlar, GMC'ning komplektatsiyasida Ultimate har doim ta'kidlab o'tganimdek, o'sha Maybach komplektatsiyasi ham bo'ladi. Bu juda ham kam keladi sotuvga. Mana orqa o'rindiqlarni ham bitta ko'rsatib o'tib keting. Kapitan sistenalarda o'rtada mana touchpadlari bor. 6 o'rindiqli. Xo'p, orqa yukxonalarni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yana bitta buksirovkaga отдельный kamera. Mana tayyor bo'ldi xudo xolasa. Oke, endi rozi bo'lasiz. Video olib qo'yayotganimning ham sababi bor, chunki bitta edi mashinamiz. O'sha kuni yana bir akamiz so'rovdilar, "Oka sotildi" desa, ozgina xafa bo'lib qoldilar. Mana oka, endi albatta keyingisini sizga olamiz nasib qilsa. Keling, bitta aylantirib yana oldindan ko'rsatib o'ramiz. Mana tayyor bo'ldi mashinamiz. Alloh xayrli barakotli qilsin. Kimki niyat qilgan bo'lsa, Alloh yetkazsin. Okalar, mana yana bitta mashinamiz, xudo xolasa O'zbekiston yo'llarida tez kunda. Hammaga assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.